Do'stim menga $5000 bergan bo'lsa, o'sha pulni do'stimga aytmasdan, biznesimga оборот qilsam, ya'ni aylantirsam va do'stim so'ragan payt mashinamni sotib bo'lsa ham, boshqa narsamni sotib bo'lsa ham pulini topib bera olsam, o'sha paytda shu joiz bo'ladimi? Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Hozirgi bu savoldan ma'lum bo'lyaptiki, do'stining bergan mablag'i buni qo'lida omonat turibdi. Demak, omonatni egasidan so'ramasdan turib undan foydalanish mumkin emas. Ayniqsa mablag' bo'ladigan bo'lsa, pul bo'ladigan bo'lsa, uni o'zini ehtiyojiga, garchi uni qaytarib so'ragan paytda qaytarib berish imkoniyatiga ega bo'lsa, ko'ziga yetsa-da, ruxsat so'ramasdan undan foydalanib bo'lmaydi, uni o'zini sarf xarajatiga ishlatib bo'lmaydi. Hattoki ulamolar aytadiki, agar shuni biror bir savdoga, tijoratga ishlatib, undan daromad ko'rgan bo'lsa, o'sha daromad foydani ham egasidan so'ramasdan o'zlashtirishi mumkin emas. Chunki pul, mol boshqa kishiniki, keltirgan daromad ham uniki. Agar u odam xohlamasdan, "Yo'q, men shu daromadni ham keltirgan foydasini ham olaman" desa, to'la-to'kis haqqi bor. Chunki bu odam ruxsat so'ramasdan bu ishni amalga oshirdi. Nima uchun bunga ruxsat berilmaydi desa, hozir bu odam o'zicha o'ylayaptiki, men qachon so'rasa mashinamni sotaman, falon narsamni sotib beraman deb o'ylayapti. Lekin o'shanday bo'lmay qolishi mumkin. So'ragan vaqtida bu pulni ishlatib yuborgan, boshqa bir o'sha kerak vaqtida bu pulni topolmay, bera olmay qolishi mumkin, mashinasi sotilmay qolishi mumkin, ko'zlagan rejasi amalga oshmay qolishi mumkin-da, ana undan keyin uzr shunday qilib qo'yuvdim, bugun emas, ertaga, ertamas indinga desa, haligi odamni bunga bo'lgan ishonchi yo'qoladi. Omonatdorligi yo'qoladi. O'rtadagi munosabat buziladi. Demak, men bunga ishonib bersam, bu mendan yashirib, mendan so'ramasdan balki bu daromad topgandir, balki bu foyda ko'rib turib, hozir mendan yashirayotgandir degan turli tuman gumonlarga sabab bo'ladi, natijada o'rta buziladi. Shuning uchun bu omonatni egasidan so'ramasdan foydalanish mumkin emas. Allohu a'lam bis-savob.